Assalomu alaykum. Toshkent tibbiyot texnikumi ustozlari hamda talabalari. Barchangizni yangi kirib kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2025-yilda o'qishni bitirgan tibbiyot texnikumi talabalarini ishlariga omad tilayman. 2026-yilda o'qishini davom ettiradigan talabalarning barchasiga muvaffaqiyat tilayman. Yangi yilimiz barchamizga omad keltirsin. Assalomu alaykum barcha Topex xodimlari va talabalari. Sizlarni kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ushbu yangi yilimizda oldimizga qo'ygan hamma maqsadlarimizga erishish, qilgan hamma yaxshi niyatlarimizga ijobat bo'lishini barchamizga tilab qolaman. Hammamizni 2025-yildan orttirgan tajriba, xulosa va yaxshi amallarimiz 2026-yilda bundan ham ko'p bo'lishini tilab qolaman.